Özümge xat. Men üçün jahondagi bir tal bo'lgan yolg'iz özüm. Bugun sana to'limi xijil bo'lgan holatda bu xatni yozyapman. Sen menga hamroh bo'layotgani to'p-to'g'ri 27 yil 2 oy 12 kun bo'pti. Bu jarayonda men faqat seni e'tirof qilmay keldim. Men ahmaq sening nimaga muhtojligingni, nima orqali seni rohat yashtirganimni bilmay yashab keldim. Sen amroq ishlarni qilyapman debdimi? Lekin bu ishlarning seni faqat xushal qila olmaganini ko'rdim. Seni o'qitdim. 10 yil o'qish hayotini xulosalaganda, sen ehtiyojli o bilimga erisholmay kelayotganing seni azoblaydi. Seni axloqli bo'lsin deb tirishdim. Lekin har qancha tirishibmi, kishilarning ko'zidan axloq degan bu xatni ko'ra olmadim. Aksicha, xato tushunishlar, g'alit qarashlar oldida sen ham men axloqliman deb eg'iz ocholmading. Balki boshqalarning sana axloq darsi bergini anglab o'tirding. Va yuraging ichishgan holatda menda ham bor edi shu axloq deb o'zingga pichirlading. Sen qachonli bo'lsa o'zingni kamsitib yashading. Boshqalarga ishga eg'iz gap qilishdan ansirab hammaga yo'l qo'yding. Talishib yurmading. Lekin yuvosh ahmoq atalding. Xuddi eg'ir xatolik o'tkazgan kishilar kabi beshingni tik tutib ma'lmaydim. Sening o'tmishing seni har vaqt tushib keldi. Ilgari sen nurg'un xatoliklar ichidan yanada to'g'rini so'yib va tanlab chiqqan eding. Sen ana shu xatolik va nachar mijozli kishilar orasida tingriqab yurganingda otaning allaqanday turmush g'amlari bilan aldirash edi. O'zing yolg'iz tirkashding. Sen o'qitadigan, tushuntiradigan, sening so'zlaringni anglaydigan biri yo'q edi. Sen yesdoshlik to'ni kiyib, yoningga kelgan nurg'un kishilarni uchratding. Ammo ular sening azobingga azob qo'shdi xolos. Nimali bo'lmasin, sen xato kishilar orasida yashagandan yolg'iz yurishni afzal ko'rib, o'zingni yolg'izlikda qoldirding. O'zing yig'lab, o'zing surtding yoshlaring. Sen o'zingni tashlab qo'yganing, hayotingning to'limi ma'nisiz, murdadan farqsiz o'tib ketayotgan his qilib, o'zing haqida qayta o'ylanish qilding. O'ylaring o'zgardi. Shuning bilan tang go'zal nishonlaring bor bo'ldi. Shundaq tirishchan, bilimli qurdoshlaring bilan do'st bo'ldim. Ular bilan birga fazilat o'rgandim. Axloqingni go'zal qilish uchun tirishdim. Ko'p istandim. Qarang'uliqdan yorug'likka chiqqandek, hayoting birdala ma'nosini topgandek bo'ldi. Chunki sen qalbi yara, qanot sungan, azobliq o'tmishdan qutula olmay tirkishayotgan shu kishilarning mungdishi, sirdishi bo'ldim. Ularning yaxshi ko'rishdi. Qandaqdir seni maqtashlari sana o'z qimmatingni his qildirdi. Mana endi sen o'mlab yurib, aran deganda orzularingning palampiga yaqinlashganingda, yana rohatlik turmushdan voz kechib, yot shaharda o'zing yolg'iz nishoning uchun tirishayotgan kunlarda qattiq bir qo'l kelib seni ittiribdi. Bu qitim shunda qattiq yiqildingki, turishga hech imkoning qolmadi. Atrofing qarg'iningda hech kiming, hech narsang yo'q edi. Chaqirsang ovozing, so'nsang qo'ling yetmaydi. Bu shahar seni yiqildiringdan ayirib bakmi yiroqda qoldirdi. Mana endi na tirish yo'q, na og'rinishga madoring yo'q. Shundaq ojiz holat edi. Shu chaqdala bir sada qo'lqimni anglandi. U bo'lsa-mu sen turgan shu qalbimning, yuragimning ojiz, nimjon holatda so'qqan sadosi edi.
Əmdi sən bilən həqiqi halətdə yalğız qaldım. Həmmidin ayrılıb, faqat bir sən bilan sırdaşdım. Şu sırdaşqancha yıllar ötüb ketdi. Bu yıllarda sən mening ən yaqin muңdishim boldun. Sən əzəldən başqalarının azabını görsəڭ deyalmaydın. Şu səbəb yana nurgun kişilərə ümid berishga tirişdin. Ular har vaqt baxtli ekanligini, söygan kishilarning saqlab turayotganligini, shuning uchun cho'qim yaxshi yashash kerakligini eskartib turdim. Gerçi natunish bo'lsaqmi, lekin appa, singlim deb chaqirish orqali muzlab qolgan, seg'ingan, halsirgan yuraklarga kuch berdim. Shu jarayonda ularning nurg'un baxtsiz hikoyalarini angladim. Pushaymonlik ko'z yoshlarining guvohchisi bo'ldim. O'zing shuncha ojiz bo'lsangmi muhabbat berishga tirishayotding. Chunki sen muhabbatning hammani yengib ketadiganiga ishonatding. Sen ham haqiqiy mehrga erishding. Bu yerda kichikkina, faqat nazaringga ilinmaydigan hamma narsa shunchalik qimmatli va tepilmas edi. Sen bir tal kampitni bu yerda yegandek hech huzurni yeb baxmading hech qachon. Nonning yeyishlikcha o'tixi. Yidlab ketishlaringchi. Ammo sen eng qimmatli narsalaringni, shu amroq narsalaringni ana shu muhabbatli kishilaringga berding. Eng muhimi, bu yerda sen o'z xatoliklaring, yo'qotganlaring, o'tmishing haqida o'ylanding. Hammani tushunding. Hayotning qimmatini, quyoshning haroratini, nurini, saf havoning namxush hidini, o'xshagan bir vaqtmizlik tamoqning ta'mini, oildagilarning kulimsirgan chiroyini, yo'ldagi shu axlat chipirayotgan ayolning baxt kulgisini, oddiy bo'lsin o'zining karvatida ozod etishning huzurini, hamma narsani qaytadan his qildim. Yo'ldagi yiliq balning g'amsiz kulgi ovozi, itmushuklarning quyruqlarini shipang'ishib meng'ishlari, hovlidagi gullarning xush hidlari, bu ko'rinishlar, bu tuyg'ularni ayrilib boqmagan birining his qilishi basi mushkul. Ammo his qila olganlar uchun bakmi shirin azob bu. Mana shundoq sanab kelsak, sen e'tibor bermagan, isrof qilayotgan mehr parchalari to'limi ko'p edi. Demak, sen ayrilish haqliq eding. Chunki hamma narsa sen uchun allburun qimmatini yo'qotgan. Sen tegi bulardan zerikkan eding-ku. Endi sening dodlashga hech haqqing yo'q. Shunday qilib, sen bir tarafdan ayiblanib, bir tarafdan seg'inib degandek qayta erishishga shuncha taqozo bo'lding. Sen qayta erishding. Dastlabda hamma narsaga to'ymay qarading. Ko'zing yosh, seg'ingan kishilaringning bag'riga o'zingni otding. Hamma narsadan shunchalik suyunding va minnatdor bo'lding. Xuddi ilgari aslo ko'rib boqmagandek. Qiyinchilik va javobsiz kutishdan oxirlashtirib, bugunga erishgan sen o'zingni boshqacha so'yding. Ammo kunlar o'tib, sen ayrilishdan qo'rqding. Shu sabab erishgan jur'at qila olmayding. Yana burunqidek orzuyim deb tirishib boshlading. Aldirash hayotingni boshlavatding. Vaqtimni hargiz isrof qilmayman deding. Lekin sen qila olmading o'zing. To'g'risi men qila olmadim. Bugungi men bir tarafdan rahmat aytib turib, bir tarafdan zorlanmoqdaman. Yana kimlar bilan nimlandir faqat arzimas narsalarni talishib jidallashmoqdaman. Qoida so'zlamoqdaman. Yana shu kamsitish tuyg'usi vujudimni chirmamoqda. Boshqalarning natijalari bilan o'zimning mag'lubiyatini silishtirib, o'zimni masxar qilmoqdaman. Shunda qiynalib besim ichida bo'g'ilib yashayotgan kunlarning birida bir do'stimdan xat keldi.
onun özümün ahvalını, tolumu yaramaz ekanligimni, tirishlerimning behuda ketayotganligini aytib, ümitsiz bir holatda ekanligimni dedim. U bo'lsa faqat birla eg'iz so'z qildi. Do'stim, biz o'zimizni keraksiz deb bilsak, nima bo'ladi bilamsiz? U chaqda dunyo yig'laydi dedi. Shu chaqda men o'zimning to'lim bir qimmatli inson ekanligimni o'ylab, yig'lab tashildim. Bu xijillik yeshi edi. To'g'ri. Dünya yig'laydi. Acaba o'zim sen vazifasi yo'q biror shayni o'chirtib baxtingmi? Jonliq va jonsiz bo'lsin, hammasining xizmati bor-ku axir. Agar sen men loyiq emas deb voz kechsang, chekinsang, dunyoni umidsiz qoldirsan emasmi? Unutma, bu hayotlik sen bekorga berilmagan. Şu vazifelerini o'rindash uchun berilgan. Qayta bir rat tinch o'tirib o'zim haqida o'ylandim. O'zim mayli tan yoki ruh jihatdan bo'lsin, shunchalik charchadim bilaman. Qaysi bir kun esimda. Faqat chidayolmay öksüp yig'ladim. Yoshlarim mo'ldir kabi to'kilmoqda edi. Shunchalik esadab yig'ildimki, butun ochiqlarim, azaplarım şu köz yaşlar bilen eqitib etmekçi buldum. Mana bugün özüng echinib turib, yana qo'lingga qalamni aldım. Meni kechir. Nima qilishim kerakligini bilmay, sen har ko'chalarda sarson qildim. Har xil narsadan sanqachilab keldim-ku, yana ehtiyojingni bilmay narozi bo'lib yurdim. Kitobni qo'limga olmagan necha kunlar bo'ldi. Bekmi arqib qalgandek his qilgan men seni har yangi so'rab har turib qo'ydim. O'z qalbingni tushungan, dardlaringga mungdash bo'lgan birini istadim. Lekin afsus topolmadim. Hech kim seni o'zingdek tushunmadi. Hatto men. Seni mendan ayirib tashlab qo'ygan edim. Şoň to'xtamay boshqalarga yaxshi bo'lish, boshqalar uchun o'ylash, yana atalmish qutqazuvchi rolni ustimga oldim. Men endi bu holatlarimdan, qiynashlarimdan bezor bo'lgan sen ichimda isyon ko'tarib atding. Shundala men to'xtab, sening sadolaringga quloq soldim. Meni kechir. Qimmatingni toniy olmagan, tashlab qo'ygan meni. Asriy olmagan va hurmatingni qila olmagan meni kechir. Öz qo'lim bilan seni qachoqlab yuribdiman. Men öz og'zim bilan sana azor berib kepdiman. Lekin sen ayblashtirim ichida nafas ololmay qolsang, hammani ichingga yutib menga tinmay kepsan. O'zim, iltimos, endi mendan ayrilma. Men ham seni e'tiborsiz tashlab qo'ymayman. Seni endi qiynab har xil ko'chalarga boshlamayman. Faqat sen yaxshi ko'radigan, xohlaydigan shu go'zal yo'llarda birga bo'lamiz. Sen uchun badallarni to'lashga tirishaman. Endi kechalar seni uyqusiz qo'yib, kunduzi jisming ig'ir, ruhlaring so'lg'in holat tashlab qo'ymayman. Kel o'zim. Seni bir bag'rimga bosay. Sen bilan qonlig'uchi mungdashay. Hammasi faqat men va sening orangda maxfiylik bo'lib qoladi. Menga ishongin. Hech kimga tinmayman. Ve hiç qachon sen xiyonat qilmayman. Endi ayrilmayli bo'lamdim. Sen, men sen bo'lib yashaylik. Men qaytadan söyish va söyilish fursati bergin. Seni söymen o'zim. Sen bilan birga bog'lardagi shu gullardek xush hid tarqitib, quyosh nuridek illiq, dengizdek kengri, zimindek kamtar, sudek pokiz bo'lish uchun hayotimni bag'ishlayman.